Assalomu alaykum. Bu videoda sizlar bilan Google Chrome brauzeriga akkauntni biriktirishni va Google Chrome brauzerini bir nechta nusxalarini yaratishlikni, ya'ni instance degan narsani bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Keling, birinchi o'rinda biz hozir Google Chrome brauzerini bir akkauntga kirib belgilab olishligimiz kerak bo'ladi. Hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu joyda turgan ma'lumotlar yoki mana bu joydagi Google Chromening ko'rinishi, interfeysi barchasi standart holatda turibdi. Lekin oldindan agar siz ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, Chrome, ya'ni Gmail akkauntga ega bo'lsangiz, o'sha Gmail akkauntga kirish orqali, ya'ni включить sinxronizatsiyani yoqib qo'ysangiz, o'shanda sizni barcha nastroykalaringiz mana shu joyga avtomatik joylashadi, ya'ni tiklanadi. Ana endi bu joyda nima qilish mumkin? Включить sinxronizatsiyani bosamiz va akkauntga kirish uchun siz o'zingizga kerak bo'lgan emailni, ro'yxatdan o'tkazgan emailingizni tanlay kiritasiz va dalay ana endi bu joyda parolni kiritasiz. Parolni kiritganingizdan so'ng sinxronizatsiyani yoqishlikni so'raydi. O'shanda OK tugmasini bossangiz, ko'rib turganingizdek, srazi, ya'ni birdaniga o'sha Chromening interfeysi o'zgardi va bundan tashqari yana ozgina sabr qilsangiz, mana bu joyda bookmarklar qo'shiladi va bundan tashqari yana qo'shimcha mana bu joyda расширение degan narsalar bor. Mana oxirgi bookmarklar qo'shildi. Дополнительное расширение. Hozir mana bu joyda mana ikkita расширение qo'shilgan bo'lsa, hozir yana ko'payaveradi, chunki именно mana e'tibor bering, shunaqa tarzda bizni o'sha akkauntga ega bo'lishligimiz mumkin ekan. Ya'ni akkauntimizni, Gmail akkauntimizni biz Google Chrome brauzeriga qo'shgan holatda sinxronizatsiya qilib qo'yishligimiz mumkin ekan. Endi keling siz bilan hozir yana bir narsani ko'rib chiqamiz. Tasavvur qiling, bitta kompyuterda bitta Google Chrome brauzeri bor va bu Chrome brauzerini hozircha o'chirib turamiz. Demak, endi e'tibor bering. Mana bu joyda ko'rib turganingizdek, Ghost degan foydalanuvchi va bitta foydalanuvchi bor edi. Endi shunaqa vaziyat bo'ladi. Bitta kompyuterni o'zida Chromedan bir necha kishi foydalanadi. Lekin bunday holatlarda sizni yana bitta ikkinchi foydalanadigan inson kiradigan saytlar yoki foydalanadigan resurslar bir-biri bilan chalkashib ketib qoladi. O'shanday holatda siz nima qilishingiz mumkin? Alohida bitta foydalanuvchi qo'shib qo'yasiz. Добавить пользователь. Bu joyda avatar tanlaysiz, aytaylik, velosipedni tanlab qo'yamiz. Masalan, bu ikkinchi foydalanuvchi. Endi mana bu joyga bayroqcha qo'ysak, bizni o'sha рабочий stolda bayroqcha hosil bo'ladi. Добавить. Endi ko'rib turganingizdek, mana bu joyda yangi ekran, ya'ni boshlang'ich nimasiga o'tdi holatiga ekranda brauzerning nimasi oynasi. Endi e'tibor bering, mana bu joyda bu ikkinchi foydalanuvchi ikonkasi paydo bo'ldi. Bundan tushunishimiz mumkinki, biz hozir bitta Chromedan ikki kishi bemalol foydalanishligimiz mumkin ekan. Mana buni ishga tushiradigan bo'lsam, mana alohida bitta foydalanuvchi, ya'ni alohida bitta Chrome, mana buni ishga tushiradigan bo'lsam, bu boyagi o'sha Salom Dunyo Uz foydalanuvchisi, bu esa Chrome oxirgi kirgan foydalanuvchi hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, Chrome'da foydalanuvchini qo'shish va sinxronizatsiyani yoqish mana shunaqa amalga oshirilar ekan.